avvalambor sizlarni ishtirokinglar uchun kattakon rahmat aytamiz. Erinmasdan shunchalik va shuncha ayollar ichida g'oliba bo'libsizlar. Bu menimcha eng katta omad. Chunki shuncha inson ichida yutib olish bu молодец. Qizimiz ham вообще молодец. Oilalariga ham поддержка qilib, mana birinchi o'rin olibdilar. Jahon taqdirlanadilar. Bizani bugungi konkursimizning ikkinchi o'rin g'olibasi Tursunova Yasmina. Bizani kechagi tanlovimizning 3-g'olibasi Chehronaxon Amirova Chehroniga sovg'alarni taqdim qilamiz. Hozir o'zlari Buxoroda ekanlar. O'rinlariga kelinglarmisiz? Kelininglari kelib olib ketyaptilar. Marhamat, qabul qilib oling. Tabriklayman. Kompaniyaning ishlariga omad rivoj tilaymiz. Ro'za Ramazonda qilayotgan yaxshi ishlaringiz oxiratlariga ham, ikki dunyolariga ham nasib, ajr savoblari yetsin. Biz ham inshaalloh kelasi safar qilganlarda o'zimizdan qatnashamiz endi. 21-da Xudo xolisa Navro'zga zo'r konkurs qilyapmiz. Inshaalloh o'zingiz ham qatnashing. Salomat bo'linglar, rahmat tilayman. Mayli.